Xo'sh. Endi da sağdaşlar mush narsadan keyin time muhim bo'lgan language focus qaranglar. Endi buningda biz mush text ko'rib o'tgan bir necha muhim nuqtalar. Qarang endi mana there is some water in the kettle. Odatda biz there are deb shikil o'rgangan. Endi masalan sanog'ini bo'lgan ismlarni nisbatan aytganda there is ning keyinda nima dersanglar birlik keldi. Masalan there is a book on the desk. Partining ustida bir tal kitob bor. Agar hamda bir necha tal bo'lgan bo'lsa nima dersanglar there are some books on the desk. Okay, there are some books on the desk. Endi bizningki bugungi ahvolda qanday desanglar, mana sanog'ini bo'lmaydigan ismlar kelib qolsa, buning oldiga o'xshashlam sam keladi. Sanog'ini bo'lganlarning oldiga kelsa, sam deganimiz bir qancha tal degandan derak beradi. Sanog'ini bo'lmaydiganlarga kelsa, azroq biza deganga. Buning hargiz nima desanglar, buning oldiga there are mumkin emas. Kelmaydi, faqat nima there is keladi. There is degan birga sanog'ini bo'lganlarning birlik, sanog'ini bo'lmaydiganlar keldi. Demek there is some water in the kettle. Demek chaynakda azroqning bor, suv bor. Xo'sh, endi buning savol shakli qanday bo'ldi desanglar, shu BP'ni oldiga shallaqqina chiqib o'tamiz. Shuning bilan bu savol haydandi. Shuning bilan savol shakli nima? Is there any water in this kettle? Endi oldin qatimliq rasm bir qatim ta'kidlagan savollar. Masalan, sam degan faqat bo'lishlik jumla keladi, savol jumla bilan inkor jumlaga nima keladi? Any keladi. Demek, is there any water in this kettle? Endi bu nimada azroq nima bormi? Suv bormi? Agar bu inkor jumla bo'lsa, masalan there isn't, mushu is ning keyiniga not deganni qatimiz, shuning bilan inkor bo'ldi. Demak, there isn't any water in the kettle. Demakchi, chaynakda suv yo'q. Okay, masalan potolkada azroq sut bor deganda nima deymiz? Bu sut deganda nima deysanglar, sanog'ini bo'lmaydi shunami? Demak, there is some milk in the bottle. Okay? Potolkada azroq sut bor. Endi potolkada sut bormi bo'lsa, is there any milk in the bottle? No, there isn't any milk in the bottle. Okay. Demek ki inkargıma there isn't any, is there any keldiğinge. Demek muş any sanığını sorry. Any degenimiz sanığını bulgan yoki sanığını bulmaydiganlar, sanığını bulganı köplüğü sanığını bulmaydiganlar kelgende sual cümle, inkar cümle, sual, inkar, sual, inkar, sual, inkar, sual, inkar. Yiben cümle, fording. Yiben, fording. Çanala. Onun için sam çözdüsənlər. Bo'lishlik jumla. Endi masam savol jumla ba'zi ahvollari keladi, lekin buni hozir o'rganmaymiz. Silta kichik. Ona kerak o'rganamiz. Sal shu qanotlarini yetilganda o'rganamiz, Okay, endi men keyingisi canning ishlatilishi. Okay, can lalamsiz. I can speak Japanese. He can speak English. Endi mushariki canni qatqanliq farq nima desanlar endi. Manda qilalaydi, shuning bir imkoniyatini bildirdi. Masalan, I can speak English, men demak ingliz so'zlay olaman. Endi men I speak English bo'lsa, men ingliz so'zlaydigan odam. Demak, endi bu ona tili endi. Masalan, I speak Uyghur, English, Chinese, shunami? Men inglizcha, uyg'urcha so'zlayman. Endi bu odatini bildirdi bola, oddiy hozirgi zaman. Demak, endi siz davomli qiladigan yoki odatlangan ish harakatlar yoki uzoqcha mavjud bo'lib turgan holatlarda, masalan, har xil holatlarni deymiz, oddiy hozirgi zaman ifodlaymiz. Men masalan ingliz so'zlayman. Endi yana birisi nima dersang, imkoniyatini bildirdi bu yerda. Yoki shuni qilish iqtidoriga ega yoki ega emasligini bildirdi. Masalan, I can speak Japanese. Men yaponcha so'zlay olaman. Demak, shu ishni qila olish, shunga nima? You have the ability. Mana qila olasizlar, shu imkoniyatiga ega. Shuning qodir bo'lsanglar nima? I can speak Japanese, I can speak English. So can you dance? Voy, tanz o'ynay olamsiz? Usta o'ynay olamsiz? Say yes I can. No I can't. Ya, o'ynay olaman, yo'q qana, o'ynay olaman. Okay. I can play this game. Hamdan bu o'yin o'ynay olaman.
Can you play this game? Endi bu o'yinni o'ynay olamsiz? Demak, shu shuni uqamsiz, bilamsiz, qila olamsiz? Namsa, what can you do? Voy, siz nima ish qila olasiz? What can you do? I can play the game. Men o'ynay olayman. What can you do? I can play the game. Endi men can bilan can't. Endi men can bilan can't nima keldi o'rasanlar? Masalan, qila olmak, qila olmaslik. Men can't degan shu nima qilmasam. Masalan, I can sing a song. Endi yaxshi aytolmayman. I can't sing a song. And sol şekilde can you sing a song? Demek ki bu can'ni oldiga keyin o'tganmiz. Endi bu can'dan keyin diqqat qilgan nuqtamiz can'dan keyin cho'qim demadi sanlar, fe'lning asl shakli keldi. Ba'zi bolalar masalan I can sing a song, I can sing a song deb qo'ydi ekan. Masalan, igisi 3-shaxs birlik nama. Demak, igisining qanchinchi shaxs birlik, ko'plik, taqliq, juftlik qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mush can'dan keyin fe'lning asl shakli keldi. Understand? Understand? Şu asıl şekli kılığında yapamam. And bunun inkar şekli I can't sing a song. Men nakşa aytanmayman. Hoş. Mana bugünkü dersimi tugab qapti. Şu can, onun keyin there be, bu cümle şeklini. Boz oldingi derslarning bir necha qat varaqlab xotirangni. There be qanday so'zlab ekan, shuni bir takrorlab o'qisam. Bo'ldi. Ladies and gentlemen, that's all for today and see you next time. Goodbye.